100 grammi, 200 grammi, 300 grammi, 500 grammi, 1 kilomi? 1 xil, 1 litr ham bor. Ya endi siz uchun ana shunaqa. Qachon olyapti-yu, misol. Yo'q. Ertadan keyin. Mana meni ham olyapti. Yo'q, bitta siz olmayapti, mana meni ham olyapti-yu. Hozir signallarni o'zgartirishchalik bilan o'zgartirib olganligi sababli avtomashina vaqtinchalik ma'muriy bayonnoma o'tkazib, jarima o'tay qo'ygan olib ketyapmiz. Boshqa transport vositasiga tegishli davlat raqam belgisi borligi aniqlandi. Holat bo'yicha Sharxon tuman yo'l harakati xavfsizligi guruh xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Sharxonga tungi xizmatga jalb qilingan hamkor guruhlar diqqatiga 11 man. Hamkor boshqa xizmat xodimlari bilan hamkorlikda ish tashkil qilasizlar. Boshqa xizmat xodimlaridan foydalaninglar. Har bir to'xtatilgan transport vositasining avtosaloniga e'tibor beringlar. Asosiy e'tiborni avtosalonda aniqlangan bitta o'tkir tig'li jismlarga qaratinglar. Kelgan fuqarolar, yo'lovchilarni e'tibor berib qo'yasizlar. Qidiruvda shaxs bo'lsa, planshet orqali qidiruvda shaxslarni aniqlaysizlar. Bagajlarini ko'zdan kechiringlar, transport vositalarini. Psixotrop modda, narkotik modda aniqlashga asosiy e'tiborni qaratinglar. Xizmat jarayonida fuqarolar bilan shu muomalada bo'lasizlar. Ko'rib turganingizdek, yog'ingarchilik bo'lishiga qaramasdan Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda viloyatimizning Sharxon tumanida maxsus tungi reyd tadbirlarini olib bormoqda. Ushbu reyd tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishdir. Barcha haydovchilarimizdan amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Reyd tadbirlari butun viloyatimiz hududi bo'ylab bo'lib o'tadi. Buxoro birinchi hamkor Buxoro. Bagajni oching. Qabul. Ulug'nor 66 nakidar. 7 boshladi. Asta qayerda? Shu joyga kelasizmi? Katta tomonga kiribmiz mana. Travis yo'lda turibmiz. Odamlari bor ekan. Qanaqa nomer ekan u? O'rtan qolib ketgan. Yo'q, bemalol ko'raveringlar aka, bemalol. Qayerda bu mashina? Bu mashina men Jabor degan bo'ladi. Da'vatchilar akalar. Tushunmadim. Jabor degan bo'ladi. Qayerda bu? Bu mashinalar qani mashinasi bu? Bilmayman. Asha ko'mbatga qolib ketadi. Ko'mbatga. Aka Uchastkavoy ekan buni. Sharxon tumani hududida o'tkazilayotgan maxsus tungi reyd tadbiri davomida siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu Matiz rusumli avtomashinasini hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatgan vaqtimizda avtomashinaning yukxonasidan boshqa transport vositasiga tegishli davlat raqam belgisi borligi aniqlandi. Holat bo'yicha hozir Sharxon tuman yo'l harakati xavfsizligi guruh xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yo'l patrul inspektori katta serjant alaykum, sog'lik salomat tilayman. Pasportingiz yoningizdami? Aka, mashinangizni vaqtincha jarima maydoniga olib kirib turamiz. Hujjatlaringizni olib kelib, olib chiqib ketaverasiz. Maylimi? Bugun maxsus reyd sababli Sharxon tumanida o'tkazgan tadbirimiz davomida oq Cobaltli rusumi 60F 839 TA avtomashinasida tegishli hujjatlari yo'q sababli
vaqtincha jarima maydoniga olib kirib turamiz. O'sha jarima bor to'lab qo'yganman kerakli muddatda oldin. Qosimov Jamshid. Akamiz hujjatlari joyida ekan, sog'lik salomat tilayman, oq yo'l. Hurmatli haydovchi, undan tashqari avtomashinangizga bu pardalar mumkin emas, ukajon. Tushundingizmi? Bu mumkin emas. Keling ukajon. Hozirda harakatga kelyapti turgan 60E094 SB avtomashinamizni tekshirganimizda to'xtatib, avtomashinamizni, ya'ni faralarini o'zgartirganligi uchun avtomashinamizga ma'muriy bayonnoma to'ldirib, vaqtinchalik avtomashinangizni mashina jarimadan olib kirib qo'yapmiz. Hurmatli haydovchi, avtomashinangizni gabarit chirog'ini, ichki mexanizmlarini o'zgartirish mumkin, lekin avtomashinangiz tumanli farolariga qayta jihoz qilib o'zgartirish mumkin emas, hurmatli haydovchi. Shu holat bo'yicha avtomashinangizni vaqtinchalik jarimadan olib kirib turamiz. Bartaraf qilganingizdan keyin avtomashinangizni jarimadan olib chiqib ketasiz, hurmatli haydovchi. Tushundingizmi? Qani yonimga o'tiring, avtomashinangizni jarimadan olib kiramiz. Shuning uchun aka qoidabuzarlik bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 125-moddasi 3-qismi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib jarimadan qo'yib vaqtinchalik mashina. Sharqon tumanida maxsus reyd davomida 60U332RA oq Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilganda ruxsatsiz qayta jihoz, ya'ni propan gaz balloni o'rnatganligi aniqlandi. Shu holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 125-moddasining tegishli qismlari jarima maydoniga joylashtiriladigan bo'ldi. Yo'q, salomat bo'ling. Shahrixon tumanida maxsus reyd davomida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Meksika transport vositasi to'xtatilganda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan transport vositasini boshqarayotganligi aniqlandi. Tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha saqlashlik uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Yaroq oldiga keltirib qo'yasiz, haydovchi guvohnomasini. Achingan orqasini qoldirdim. O'zgartirmayapsiz, almashtirmayapsiz. Endi keldim, o'zgartiraman. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Nima ish qilasiz endi? Stroykada. Ixtiyorman. Yoqilg'i turi nima, uka? Gaz. Qaysi gaz? Qaysi nomerdasiz? Kimning nomida mashinangiz? Onangizmi? 93 783. Bagajni ochib qo'ying. Avtolda bitta bor edi. Yo'q. Propanmi? Ha? Ko'taring. Hurmatli haydovchi, ishlab chiqarilgan korxona tomonidan nazarda tutilmagan qo'shimcha jihoz, ya'ni gaz moslamasini o'rnatib olganingiz uchun men sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, mashinangizni vaqtincha jarimadan qo'yib turaman. Bo'ldi, mana endi keldi. Uni to'lamaysiz, uni tegishli tartibda ro'yxatga o'tkazib, ruxsatnoma olgandan keyin boshqarasiz. Transport vositasiga ruxsat berilmaganda, qara haydovchi guvohnoma. Haydovchi guvohnomasiga ruxsat qo'yilgan yoqilg'i turi benzin. Ukajon? Uydagilarni olib kelgan ham boramiz Toshkentga, ana. Yo'q, masalasi yo'q, uni bartaraf qilasiz, mashinangizni olasiz jarima maydonidan. Xo'p. Haydovchi tegishli ruxsatnomasiz gaz moslamasini o'rnatib olganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha jarimaga qo'yib turamiz. Shahrixon tumanida olib borayotgan reyd paytida davlat raqami belgisini yechib olib harakatlanayotgan transport vositasi e'tibor tortganligi uchun orqasidan kuzatib yurib, haydovchiga to'xtatish chorasini berib, harakatni to'xtatib o'ngga oling deganda haydovchi qaltis harakat qilib, avariya holati sodir qilib, transport vositasini chap tomondagi mahallaning ichiga burib, tupik joy ekan, o'sha yerga qo'yib,
to'xtadi haydovchi. Aytasiz, uni indamay turib. Tushirgan paytimda Sudda aytasiz, indamay turib. Men o'tgan joyimni Xodim gapiryapti. tushirgan paytimda haydovchi o'tgan joyimni gapiryapman. Sudda aytasiz, bo'ldi, indamay turing, gapiryapti. O'g'il bolam, men o'tgan joyimni shu yoqqa chapga oldim, shuni mashinani qo'ydim. Bo'ldimi? Umuman qattiq harakat. transport vositasini to'xtatgan paytimda haydovchi tushib keldi. Davlat raqam belgisiz, oldidagi yo'lovchilari ham mast holda edi. Haydovchi transport vositasini spirtli ichimlik ichib haydaganligi shubha uyg'otdi. Haydovchining og'zidan spirtli ichimlik hidi anqib turganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mana alkotester moslamasi orqali tekshirib, haydovchini mastlik darajasiga aniqlik kiritamiz. Besh sekund, 6 sekund bir xilda foyda berasiz. Yo'q, hali og'zaki gap bilan bilmaymiz-da, biz miqdorini bilib olishimiz kerak. 100 grammi, 200 grammi, 300 grammi, 500 grammi, 1 kilomi? Bir xil 1 litrami. Ya endi siz uchun ana shunaqa. O'sha Olyapti-yu biz. Yo'q. Undan keyin. Mana meni ham olyapti. Yo'q, bitta sizni olmayapti, mana meni ham olyapti-yu. Qani? Ya bir xilda fudan bo'ldi. Yo'q, Ro'stov. Men aytdim, tan olyapman. Tan olmasam ekan, misol aytsa bo'ladi. Tan olishingiz bilan bu yerda isbot talab qiladigan hujjat yo'q. Bu bitta tan olishingiz bilan bo'ldi.